inson o'z o'rnida bo'lish uchun o'ziga qaytib olish kerakda birinchi o'rinda. Bo'lolmayapti shu odamlar. O'z o'rnida yashamayapti. O'z hayotida yashamayapti. O'z hayotida, o'z magnitida tura olmayapti deyapsiz-da, ha? Tashqari ularni nazorat qilayotgan haqida. Robot degan anaqa. Kengroq ochib bering savolingizni. Ya, inson mana o'z o'rnida bo'lolmayapti deganda faqat insonga qaratiladimi yo butun borliqqa, tabiatga? Oqimga qarshi turish haqida gapiryapsizmi? Isyon haqida aytyapsizmi? O'z o'rnida bo'lish. Men masalan ayolman. Hozir o'z o'rnidamanmi? Kim gapiryapti hozir mendan savolni kim beryapti? Qarang. Birinchi o'rinda aniqlab olamiz. Har bir resursda, bu butun olamda har bir resursda minus va plus energiya bor. Yin va yang energiyasi bor. Erkaklik va ayollik energiyasi bor. Har birimizni bu ichki va tashqi potensialimizni keltirib chiqazadi. Agar ayollar hayotidagi jarayoniga kuch bilan erishaman desa, materiyada kurashsa, kurashuvchi ongiga o'tsa, bilingki, uni ichkaridagi ayolligi yopilishni boshlaydi-da, u kuch bilan erishmoqchi bo'lgan jismoniy tanasi qattiqlashni boshlaydi. Ya'ni ayollik magniti yo'qoladi bir so'z bilan aytganimizda. Va bu jarayonda u o'zidagi ichki magnitni ochganda biz erkaklik yo'qolib ketadi degani emas. Erkaklik energiyasi ruhni kuchaytiradi. Ya'ni ruhiy darajada ayollarda o'zi bilasiz 40 ta joni bor ayolni deydi-ku. O'sha narsa. Uni ichkaridagi ruhiy holati yuqori bo'ladi-yu, ya'ni ojizligi yuzaga chiqadi. Ya'ni menga kerak, menga mana shu kerak, shuni xohlayman, men shunga erishmoqchiman degan kabi. Hozir mana bu hammaning muammosi pulsizlikda. O'shani pulsizlik sabablarini keltirib o'tamiz. Pulsizlikning asosiy eng yuqori sababi bu inson atrofidagi qaramlik ongidan uzilmaganligi. Ya'ni qaramlik ongi bu nima? Men kimgadir berishim kerak. Qo'liga pul kelganda, birinchi o'rinda o'zi ko'ziga ko'rinmaydi. Ya'ni kimnidir shu pul birinchi o'rinda loyiq ko'rmaydi katta pulga o'zini. Pul kelganda qarzimni to'lashim kerak. Pul kelganda o'zini ehtiyojiy darajasidagi ehtiyojlarini qarzimni to'lashim kerak, kontraktimga o'tkazishim kerak. Yo'q bo'lgan, energiyasi o'zi o'tib ketgan narsalarni to'lashni o'ylash orqali o'ziga kelayotgan oqimni susaytiradi. Ya'ni unga nima kerak, ehtiyoji nimada? Ko'ylak olmoqchimi, yemoqchimi, ichmoqchimi? Aynan o'ziga muhim bo'lgan jarayonga pulni sarflamasa pul oqimi buziladi. Ya'ni xohishni emas, birinchi o'rinda ehtiyojni tanlash kerak. Va buni yana ajdodiy darajada aniqlaydigan bo'lsak, pul oqimi nimaga bog'liq deb o'ylaydigan bo'lsak, pul oqimi inson shu kungacha o'zini tanlov qilmaganiga, o'ziga berishni loyiq ko'rmaganiga, atrofida otaga yoki onani oldida o'zini zaif tutsa-da, ya'ni men otamdan yuqori zvaniyaga chiqa olmayman, siz o'zingiz birinchi o'rinda sinab ko'ring, shu kungacha ota-onangizdan darajada yuqori pul topgansizmi? Ya'ni ota-onangizni ehtiyojlaridagi pullarini hisoblab ko'ring. Ota-onangiz oyiga qancha daromad qilgan va sizning daromadingiz bugungi kunda qancha? Bu juda muhim. Nimaga muhim? Bola ongida qobiq borda, pul qobig'i. O'sha qobiqdan yorib chiqib keta olmaydi. Agar siz ota-onangiz qo'ygan, ya'ni ota-onangizda ongingiz ko'rib shakllangan qobiqni yora olsangizgina o'zingizni pul oqimingizni ochasiz. Ya'ni o'sha o'zingizni pullaringizga ega bo'lishni boshlaysiz. Jamiyat qo'ygan talablardagi emas. Shu mana ayollarning pul patogini yopishdagi sabablar nima? Ayollar. Oho, deydi-ki. O'sha chuqurlashib ketasiz davomida. Ha. Eng kuchli sabablardan biri bu aybdorlik. O'zini ojiz bilish. Endi men ayolman, hech narsaga erisha olmayman. Endi erkaklar ishlaydi, ko'chaga pul topadi. Men nimaga ham erisha olaman degandek sabablar va ko'pincha ayollarda abort bo'lganda ichidagi aybdorlik, o'zini gunohkor his qilish, bu ham erkakni o'zidan uzoqlashtiradi, ham pul patogini yopadi. Aybdor bo'lgan insonga o'zini ojiz, ya'ni ojiz degani gunohkorda, endi u ojizligi uchun gunohkor his qilyapti o'zini, qoniqmayapti. Qoniqmasligi, o'zidan sevinmasligi, xursand bo'lmasligi, yuqori chastotadagi energiyalar, quvonch, baxt, zavqning yo'qligi ko'proq ayollardagi pul patogini yopilishiga sabab bo'ladi. Ayollar uyda o'tirib qanday pul topishi mumkin? Agar ayolda aybdorlik bo'lsa nima bo'ladi? Agar ayol ichida o'zini ayblasa, gunohkor his qilsa, u birinchi o'rinda o'ziga yopiladi.
Ya'ni o'ziga yopilish bu nima? Undagi jinsiy organlarida, ayollikka yopiladiki, matkasida, uni ko'kraklarida, uni chiroyida, yuzida sog'lomsizliklar kuzatiladi. Va keyingi etap u turmush o'rtog'i undan uzoqlashishni boshlaydi va avtomatum uni o'zi ham turmush o'rtog'ini o'zidan itarishni boshlaydi. Turmush o'rtog'i undan itarilganda xiyonat alomatlari, u bilan bog'liq darajadagi propiskalarini kutib olishi va bu nimani bildiradi? Ayol man senga loyiq emasman, men ichimda aybdorligim bor, aybi yo'q bo'lgan ayolni bor top degandek. Keyingi etapda nima? Keyingi etapda undan erkaklar sovushni boshladi. Masalan, turmush o'rtog'i qo'pol gapiradi, o'g'illari aql o'rgatadi va ichki aybdorligi past va ichki gunohkorlikda yashayotgan ayollarni erkagi, o'g'illari va uning atrofidagi oqimdagilar moliyaviy holatda ular erkin bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki materiyada, yerda, yer sayyorasida magnit kuchini tortishish, ya'ni realizatsiyani ayol, o'sha oiladagi ayol tashkil qiladi. Ana endi tasavvur qilib ko'ring, ayol o'zini ichida aybdor his qilyapti. Ayol o'zini gunohkor his qilyapti, u nimani tortadi? Albatta aybdorlik vaziyatini, qarzni, albatta aybdorlik vaziyatini, kreditni, yana albatta aybdorlik vaziyatini, o'xshamayapti, bo'lmayapti va mana shunga o'xshagan savollar va mana shunga o'xshagan ovozlarni eshitishni boshlaydi. Kim mana shu podkastda o'zini ko'rdi? Kim mana shu podkast hayotida yashayapti va siz istaysizmi shu aybdorligingizdan chiqishni va siz xohlaysizmi bu aybdorligingiz qachon sizda namoyon bo'lishni boshladi? Qachon bunga siz ichingizda uyg'ondi bu va yechimini xohlaysizmi? Yozing, eshitaman. Birinchi o'rinda o'zingizga nima kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Sizga uyingiz yoqayaptimi? Sizga o'zingiz yoqayapsizmi? Siz bolalaringizni onasi bo'lganingizdan faxrlanasizmi? Siz turmush o'rtog'ingizga rafiqaligingizdan mamnunmisiz? Ichkaridagi agarda erkakdan nafratlansangiz, shu oilaga qanday ham kelin bo'lib qoldim desangiz, atrofni yomonlasangizda, o'zingizdan mamnun bo'lmasangiz, minnatdor bo'lmasangiz, ichingizda Allohga ming zikr aytganingiz bilan, shukr aytganingiz bilan bu chastotalaringiz yetib bormaydi. Chunki qalbingizni tubida yopiqlik turibdi va bu yopiqlikda sizgacha g'oyalar yetib kelmaydi, fikrlar yetib kelmaydi, ya'ni o'zingizning ideyalaringiz yetib kelmaydi. Ideya bu nima? Bu pul. Sizga kelgan fikr bu nima? Bu pul. Siz nimadir qilishni o'ylasangizgina u keyin pul olib keladi. Nimadir qilishni o'ylash uchun ichkaridagi nimani tozalash kerak-da. Nafratni, aybdorlikni, turmush o'rtoqni ayblashni. Men shu kungacha o'zimni ichimdan yashirganligimni tan olaman. O'zimni hayotda olamdan, dunyodan, atrofdan, insonlardan, yaqinlarimdan, hattoki o'zimdan va Allohning ilohiy energiyalaridan himoya qilib kelayotganligimni, o'zimga ochilolmayotganligimni hamma bugun tan olaman. Men buni baralla aytaman, tan olaman. Men himoyada edim. Men kuchli himoyada edim. Men o'zimni pullardan himoya qildim. Men o'zimni erkinlikdan himoya qildim. Men o'zimni munosabatlardan himoya qildim. Men o'zimni o'zimdan himoya qildim. O'zimga orzular qilishga, o'zimga maqsadlarga erishishga, qat'iy kuchli harakat qilishga yo'l bermadim. O'zimni harakatlardan himoya qildim va bu harakatlardan himoya qilish, o'zimni chegaralash va o'zimni qafaslash hozirgi shu kunda, shu onimda hissizlikka, o'zimni angla olmaslikka, o'zimni ocha olmasligimga, o'zimni tushuna olmasligimga olib kelganligini va men hatto atrofni va hatto men o'z ichimni his qila olmaydigan hissiz bo'lib qolganimni tushundim. Tushunyapman, his qilyapman, ko'rayapman, eshitayapman. Men taslimman. Yo Allohim, men afsusdaman. Yo Allohim, men tushundim, anglab yetdim. Sevgi senda ekan, oqim senda ekan, sevgi oqimi senda ekan. Men har bir hayotdagi vaziyatlarda, nafratda, isyonda, kurashda, g'azabda,
alamda, kuchli emotsional harakatlarda man faqat va faqat o'zimni rad etibman. Shu orqali Allohim seni rad etibman. Man buni angladim, buni anglab yetdim, tushundim. Tushunganligim uchun alhamdulillah. Va har bir hislarimga bugun tavba qilaman. Har bir harakatdagi isyonlarimga tavbadaman. Yo Allohim kechirgin meni. Yo Allohim man qalbim eshiklarini, ruhim eshiklarini, ko'ksim, ongim, butun jismu jonimni eng mayda hujayra zarralarimgacha ochaman. Ochilsin. Ajdodlarimgacha yetib borsin. Ruhimning eng misqol zarralarigacha yetib borsin, ochilsin, uyg'onsin. Ilohiy sevgi nuriga to'lsin. Yo Allohim man kengaymoqdaman. Yo Allohim man oqimdaman. Man sevgi oqimidaman. Buni his qilyapman. Man buni eshityapman. Man buni ko'ryapman. Man buni anglab yetyapman. Va barchasi uchun minnatdorman.